Jo'nimga tegib ketdi xabar soldi. Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bugun biz Sumalakdagi Baby House do'kon asoschisi Ismoil aka oldida kelgandan intervyu olgan. O'zlari yo'q ekanlar. Ana o'zlari kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Charchaman, yaxshi bo'lsa so'msiz. Intervyu olgan kelgandan yo'q ekansiz. Mayli. Eyvallah. Xo'p, rahmat. Masmoil Klele do'kon ochganimda Namanganda bunaqa soha yo'q edi. Bizda aytadi-ku, bir o'tkayli o'g'illar izinada bo'lsa, bir kishi sammog o'tsa, hamma sammog o'pib olgan. Millionda aytadi-ku, o'ng qo'lingizda metan gaz zapravkasi, chap qo'lingizda metan gaz zapravkasi. O'z Namanganga qaytiga borma, o'ng qo'lingizda kilolik kiyim do'kon, chap qo'lingizda kilolik kiyim do'kon, hamma mashina urgan. Haligi bor-ku, go'doy dushmani go'doy. Hammasi mashina kilolik kiyim do'konga o'pib o'pdi. Biz ochgan paytimizda bunaqa do'konlar bo'lmaydi odatda. Yana bir savol. Xo'sh. Yangi kilolik kiyim do'kon ochayotgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Nima? Salla yana yangi kiyim do'kon ochmoqchimiz akil. Jo'nimga tegib ketdi xabar salla.